burun nafas olishi yo'lini eng boshida joylashgan organ, ya'ni eng oldida joylashgan a'zo hisoblanadi va uni vazifasi havoni namlash, ilitish, changdan tozalash va o'pkaga o'tkazish vazifalari. Undan tashqari vazifalari ham juda ko'p. Asosiy vazifalari mana shular. Agar burundan erkin nafas olinmasa, turli xil o'ziga yarasha asoratlar, kasalliklar rivojlanadi va mana shu haqida bugun gaplashamiz. Ko'pchilik bemorlar burundan yaxshi nafas ola olmaydi va mana shu nafasini erkin nafas olaman degan noto'g'ri xayolda yurishadi. Va mana shu bemorlarga har xil dorilar bilan burni ochilganda bilishadiki, burundan nafas olib yurgan payti bu tiqilgan, ya'ni yaxshi nafas olmayotgan payti bo'ladi. Buning sabablari juda ham turlicha. Ya'ni yosh bolalarda adenoid vegetatsiyasi, ya'ni adenoidlar deyishadi, burunda go'sht bor ekan deyishadi, pastki chig'anoqlarning kattalashishi, burun to'sig'ini qiyshiqligi, burundagi har xil polip, kista yoki har xil o'simtalar mana shu burundan nafas olishga to'sqinlik qiladi. Burundan ko'pincha yaxshi nafas olmaydigan holatlarda kechqurunlar xurrak otish, og'zini ochib uxlash, doimo ertalab turganda tomog'i qurishi, o'zidan balg'am ajralishi, boshda doimiy og'riqlar paydo bo'lishi, ba'zan ko'z o'tkirligini, ko'rish o'tkirligini pasayishi, mana shunaqa holatlar kuzatilib turadi. Mana shu burundan uzoq nafas olmayotgan bemorlarda doimiy charchoq hissi, kechqurun to'yib uxlamasligi hisobiga qon bosimlarining ko'tarilib turishi bilan nevropatolog yoki kardiolog vrachlariga murojaat qilishadi. Va uni asl sababi burunda ekanligini bilib, lorga kelgan paytda ana shu yerda yechim taklif qilinadi bemorlarga. Bunaqa bemorlar juda ham ko'plab uchrab turadi va juda ham ko'plab, deyarli har kuni lor shifokoriga nevropatolog yoki kardiolog tomonidan yoki boshqa tor mutaxassislar tomonidan yuboriladi va bu bemorlar qizig'i har xil sitramon yoki shunga o'xshagan og'riq qoldiruvchi, agar boshda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, dori-darmonlarni ichib, shu bilan bosh og'rig'ini qoldirib yuradi va asosiy bunga olib keluvchi sabab haqida ko'pincha o'ylab o'tirmaydi. Ya'ni o'sha burundan nafas olishni tiklanishi, yaxshilash haqida. Burundan nafas olishi qiyin bo'lgan bemorlar lor vrachlik qabuliga kelgan paytda asosan ikkita tekshiruvdan o'tishadi. Ya'ni endoskopik tekshiruv va rentgenologik tekshiruv, MSKT yoki 3D rentgen ko'rinishida rentgen tekshiruvidan o'tishadi va mana shunga qarab turib bemorda qaysi muammo borligi aniqlanadi va shunga ko'ra yechim beriladi. Ko'pincha bu muammolar 80-70% taxminan dori-darmon bilan davolash mumkin. Qolgan 20-30%gina operativ aralashuv tavsiya etiladi, ya'ni xirurgik muolaja talab etiladi. Qolgan bemorlarimiz dori-darmon bilan yetarlicha samaraga erishishi mumkin. O'sha bosh og'riqlaridan yoki qon bosimidan qutulib ketgan bemorlarning soni juda ham ko'p. O'shaning uchun o'z vaqtida tekshiruv qilish va to'g'ri tashxis qo'yish juda ham muhim. Masalan, alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, yosh bolalarda adenoid bo'ladigan bo'lsa, adenoidning faqatgina 3-darajasini operatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma yoki asoratlangan, quloqqa asorat bergan holatlardagina operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Qolgan holatlarda adenoidni ham surdirish usullari juda ham ko'p dori-darmon bilan. Agar shu dori-darmonlar yordam bermasagina operatsiya tavsiya etiladi. Burun to'siq qiyshiqligi yer yuzida 95-98% odamlarda uchrab turadi va buni hammasi ham operatsiya qilinmaydi. Qachonki burun to'sig'ini qiyshiqligi nafasga ta'sir qiladigan holat bo'lsagina operatsiyaga ko'rsatma bo'la oladi. Qolgan holatlarda pastki chig'anoqlarni kichraytiruvchi dori-darmonlar nafas olishni burundan juda ham yaxshi tiklab beradi. Mana shu burun muammosini yechishga yetarli bo'ladi. Ana endi burundagi turli xil polip, kista yoki shunga o'xshagan to'qimalarni allergik jarayonlar kuchaytiradi yoki allergik jarayonlar shunga olib keladi. Bunda allergolog mutaxassis bilan birga davo choralari ko'rilsa va burunga sepiluvchi gormonal preparatlar bor. Mana shu preparatlarni ishlatiladigan bo'lsa, bu muammolardan ham bemalol qutulish mumkin. Agar sizda yoki do'stlaringizda e'tibor berasiz, og'izni ochib uxlash, xurrak otish, doimiy bosh og'rishi yoki ish unumdorligini pasayish holatlari, qon bosimlari, mana shu holatlar kuzatiladigan bo'lsa va burundan yaxshi nafas olmaslik mana shu bemorlarda kuzatiladigan bo'lsa, bu muammolarning sababi katta ehtimol bilan burun bilan bog'liq bo'lishi mumkin va mana shu muammolar oddiygina dori-darmon bilan ham yechilishi mumkin va juda ham oson yo'l bilan. Bunday bemorlarga lor shifokoriga borib muammoni yechishni maslahat beramiz va mana shu oddiy dori-darmon yoki kichik bir muolaja bilan
nafas olish tiklanishi hisobiga doimiy sizni bezovta qiladigan muammolardan butun umrga kerak bo'lsa qutulib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar bu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, burunda muammosi bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.